Salom Germaniyadan. Biz bugun ko'chishga tayyorgarlik ko'rdik. Bu bizani bardak xonamiz. Shunaqa. Bu bardakligini sababi biz mebellar bilan ko'chmoqdik, faqat narsalarimizni o'zini olib ketdik. O'shaning uchun hozir narsalarni yig'otdik. Bugun 30-mart va biza 31-mart kuni oxirgi kunimiz. Ertaga, ya'ni undan keyin 1-aprelda ertalab vaqtli xonani kalitlarini keyingi ijaraga olayotgan odamga topshirib ketamiz. Shunaqa. Bu albatta yangi hayot, yangi shahar. Narsalar juda ham ko'p, hali xonani yana bitta tozalab ham qo'yish kerak, lekin birinchi narsalarni yig'ish kerak. Bizning kallarimiz ishlab qoldi, chunki poyezdda boramiz yangi shaharga. Mashina olmaganmiz. 4,5 soat poyezdda borishimiz kerak va biza korobkalarga, 30 kiloli korobkalarga pochta qilib o'zimiz ketayotgan shaharga jo'natib bormoqchimiz. Shuning uchun bizada faqat chamadonlar qoladi. Life hack: Germaniyada faqat narsalar bilan mebelsiz ko'chayotganlar uchun uylardan 3 euro to'lasanglar, daxil 10 tagacha korobkani olib ketar ekan. Eng kattaligi korobkani 31,5 kilo og'irlikdagi 1,20 ga 60 santimetr shunaqa korobkaga narsalaringlarni 31,5 kilogacha joylasanglar 25 euroga olib ketadi. Plus yana 3 euro, lekin 25 euro korobkani turishi. Tasavvur qilasizlarmi, bu korobkaga qancha narsa joylashtirsa bo'ladi, даже o'zinglar ham tushib olsangiz bo'ladi. Albatta bu hazil. Shunaqa. Hozir shuning uchun esdalik uchun video. Hozir endi Xozmakka peshkom yonimizda edi. Kelib 1,20 korobka olib ketmoqchi, bizni dostavka qildirish uchun narsalarimizni. Bu hozir oxirgi kunlarim shu ko'chada ko'p peshkom yurganman. Nargi betda shunday aniq qilsa o'zimni birinchi osbinni qilib, keyin orqasidan ishlagan klinikam, praksisim, o'sha ishxonam. O'tga ko'chib kelganimdan keyin o'sha ishxonada 1 yil ishladim. O'shanda o'sha 1 yil ishlaganimda peshkom chiqqan kunlarim ham ko'p bo'lgan. 10 minutli yo'l o'zim turgan joydan. Hozir endi judayam chiroyli shahar qismi bu. Yonida dalalar ham bor, targoviy sentr bor, Xozmak bor, keyin texnika sotadigan katta magazinni ikkinchi filialini ochdi. Butun boshli katta shahar. O'shani sentrda bittasi bor, keyin bu yerda shunaqa rosa ham chiroyli xotiralar shunaqa. Bu hozir o'sha Xozmakka boradigan yo'l. Odamlar yurib o'zlari ochib qo'ygan ekan. Bo'lmasam, o'zi aslida nariyoqdan mana bitta yo'l bor. Mana shu yo'ldan yurib, bunaqasiga yurib, keyin mana bu magazinning oldidan yana orqaga qaytish kerak. Lekin bu yerdan yursa, vobshe 3-4 barobar yaqin. Ozgina masalan xo'l, lekin yashil ustida yursa, olganda yursa bo'lardi. Loy nomiga zo'r qilishgan ekan. Masalan, o'smliklarga umuman zarar qilmasdan dalaning chetidan yuradi. Qo'ying. Bu Xozmakka oldi. Naryoqda Lidl degan produktoviy magazin, o'shga ham kirishimiz kerak. Bu bo'lsa juda ham katta Hornbach degan Xozmak Germaniyada. Texnikadan tortib hamma qurilish mollari, hamma narsa bor. Biz endi korobka olsak, keyin bitta qalin anaqa skoch olsak bo'ldi. Mana bu magazinning tashqari tomoni. Germaniyada ko'pchilik magazinlarni oldiga borsa, eng kirvorishida har doim gullar sotishadi. Bu yerda ham shunaqa ekan. Har xil, hozir bahor kelganiga har xil gullar
Dubaydan tortib yerga ekadigan gullargacha mana. Bu Ayngang qurilish. Mana bu yerda yana o'simliklar, undan tashqari urug'lar sotar ekan. Odamlar bop narsalar ekan. Kesalarda xohlasa ketsalar bo'ladi. Har xil gul, piyoz, pomidor, kartoshka, hamma. Bu yerda maxi pak ekan, ya'ni katta. Balkon ko'pchilik joylarda kichkina balkonga yetadigan urug' sotadi. Bu yerda uchrasa kattaroq joylarda sotishga mo'ljallangan. Ekishga. Bizlar qilgandaqa korobka yo'q ekan. Hozir endi boshqa yonidagi mebel magazinga kirmoqchimiz. Bu hozir bor korobkalari, bu banan korobkasi eng kattasi mana shu ekan. Bu bizlar xohlayotganimizdan 3 barobar kichkina. Bo'lmasam hamma boshqa narsalar lekin bor. Skochlar. Har xil. Mana bu yerda boshqa har xil narsalar ekan. Har bitta joy mana shunaqa bo'laklarga bo'lib qilingan. Zayd chiqib ketadi bu yerdan. Boyga magazin tashqarisida shunaqa narsalar qo'yilgan. Mashinaga ulaydigan, yuk tashiydigan narxlari. Eng arzoni 599 euro ekan mana shu. Narxi tomonda 2000-3000 lilar ham bor ekan, sal kattaroq. Shunaqa. Bu yerda aytgancha menimcha shunaqa narsani odam olib, ijaraga olib qaytib olib kelib bersa ham bo'ladi. Biz hozir ikkinchi magazinga keldik. Uni yonida boyga kirgan joyimiz bu mebelli magazin Otapoko. Bitta ko'chani oxirida. Shunda kelsa bo'ldi. Biz endi bu yerga kirib ko'ramiz. Bitta karton sotishadimi yo'qmi? Bu yerda biz oldin kelganmiz shkop olish uchun bir paytlar. Bu lekin hozir sklad emas, bu yerda faqat mayda narsalar, mebellarni ham yasatilganini qo'yib qo'yadi. Agar mebel sotilsa kattaroq skladda Frankfurt tomonda shunaqa. Hozir endi ichiga kirib ko'ramiz. Hozir o'sha ko'rinishi tashqarida balkonga, boqqa qo'yadigan hamma narsalar sotib qo'yilgan. Mana bu yerdan kirar ekanmiz. Ko'p ko'ramiz, bormi yo'qmi. Mana bu ichkarisi ekan. Mebellar qimmat. Mana Kalax 55 euro. Bitta xomani shkaplari bor ekan. Tomonda oshxonaniki, stol, ustilarni tayyorlab qo'yishibdi. Bu o'zi arzonroq mebel magazin Germaniyada. Ikeadan sal arzonroq yuradi. Lekin narsalarni solishtirsa, anaqasi, modasi modeli Ikeanikida. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu hamma narsalar ekan. Bu yerda mana stullar, oshxonaga qo'yiladigan. 40 euroligi chiroyli ekan. Yonida qo'lga qo'yib o'tirsa bo'ladi. Bu tomonda sal qimmatroq narsalar. Stollar naryoqda 100 euro, 200 euro edi bu yerda. Bunisini hisobga olmasa 200 euro skidkada, qolganlari 400 eurodan 500 eurogacha ekan. Shunaqa. Mana bu yerda shmink, make-up qiladigan stollar, barni, mana chiroyli ekan rosa. Bu bo'yanadigan. Tortmali stollar narx-navosi mana 129 euro. Mana shunaqa.
Mebel magazinda ham korobka topolmadik, lekin ularda o'zlari bo'shatayotgan katta mebellarni, narsalarni korobkalari bor ekan. O'sha korobkamizga tekinga berib yuborishni so'raganimizda mebel magazindan boshqa video qila olmagandim. Endi men sizlarga Yezdam haqida qisqa ma'lumot bermoqchiman. Germaniyani ko'chalarida mana shunaqa odam yashaydigan mahallalarning ichi o'zi tor, bitta mashina zo'r sig'adi. Uni yoniga yana parkovka qilib mashinalarni qo'yib qo'yishadi. Mana shu o'zi aslida bir tomonlama mashina, masalan, bemalol yuradi, lekin bu yo'l qarama-qarshi yo'l. Einbahnstrasse deydi. Bunaqa ko'cha emas. Ikki tomonlama ham mashina yurishga mo'ljallangan, lekin tor. Mana shunaqa yo'llarda haydashni o'rganishni boshladim. Umuman olganda oson emas. Xullas, umuman shunaqa. Germaniyada juda ham ajoyib. Bilmadim, O'zbekistonda ham shunaqa ko'chalar bormi yoki yo'qmi. Men hozir liftdaman. Pokodagi o'sha kartonlarni, korobkalarni ukamdan berib yuborib, o'zim magazindan nonlar olib keldim. Endi hozir xonamizga kiramiz. Soat 1-aprel, kechqurungi 1. Biz ketishga tayyormiz. Xonani hammasini tozalab bo'ldik. Bu mendan keyin ijaraga olayotgan qizga qoladigan narsalar hammasi. Oxirgi 1,5 yilda yashagan, yo'q, oxirgi 2 yilda ekan. Martda ko'chib kirdim, 2020da. Yashagan joy. Hamma bebellar ijaraga beriladigan xonadagi keyingi qizga qolyapti. Zo'r. Hamma joy zo'r qilib tozaladik. Bahorda Germaniya shunaqa yashil bo'ladi. Poyezd to'laligi uchun bu yerda video ola olmadim, lekin tashqarini shunaqa ko'rib olsanglar bo'ladi. Biz 5 soat poyezdda yurib, yangi shaharga ham yetib kelib oldik. Bu shaharda endi yangi kontentlarni olaman. Yangi kontentlarni yangi shahardan kutib qolinglar. E'tibor uchun rahmat.